Assalomu alaykum, salomatmisiz? Bugungi qisqacha videomiz qotib qolgan fikrlarga qarshi davom etamiz va bundan oldingi videolarimizga berilgan izohlarga kichik bir javob sifatida taqdim etyapmiz. Bugungi videomizni ya'ni kim tushunib olishingiz kerak bo'lgan masala bor bu yerda. Davlatning o'zi nima ekanligini ko'pchilik vatandoshlarimiz to'g'ri tushuna olishmayapti. Buni orqasidan kelyapti ko'proq muammolar. Izohlarda bo'lgan ekan, shuning uchun tushuntirishga harakat qilamiz. Ya'ni kim davlatning o'zi qilyapti-ku, davlatning o'zi jurnalistlarni qamayapti-ku, davlatning o'zi o'sha noqonuniy ishlar qilyapti-ku, davlatning o'zi poraxo'rlik qilyapti-ku deb davlatga ko'plab yuklar berilgan. Davlat siz va men. Davlat bizning xizmatimizni qiladigan bir tashkilot ekanligini unutib qo'ymasligimiz kerak. Davlatni shakllantirayotgan bizning qo'shnimiz, qarindoshimiz, amallarga o'tirgan insonlar. Kimdir mana shunaqa noqonuniy ishlar bilan shug'ullanyaptimi? U davlatning xizmatchisi. Agar u davlatning xizmatchisi bo'la turib shu ish bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, qonunlarda ham belgilangan oddiy fuqaroga, oddiy vatandoshga nisbatan bir necha barobar ko'proq nima deydi, jazolash usullarini kuchliroq ular qabul qilib olishi kerak. Afsuslar bo'lsinkim, qayerdadir sudlar, qayerdadir ichki ishlarning ko'ryapmiz. Mana Qashqadaryo viloyatidagi yaqindagina bo'lgan hodisa. O'sha noqonuniy qanaqadir moddalarni sumkasiga solib qo'yib, yo bo'lmasa telefoniga qanaqadir noqonuniy nima deydi, fayllarni tashlab qo'yib jinoyatchiga chiqarish udumlari yo Samarqandda ko'rdik. Masalan, uyushgan o'sha tuhmat orqali bir jabrlanuvchilar, yasalgan jabrlanuvchilar bo'lib, o'sha o'zlari odamlarning ustidan e'tiroz qilgan natijalar. Bularning hammasini davlat qilyapti deyishimiz noto'g'ri. Davlatning tuzilmalarining ichida ham odamlar ishlaydi. Biz ko'cha-ko'yda ko'rganimizdek, yaxshi va yomon odamlar hamma joyda bor. Kimdir bu amalidan xalqqa xizmat qilib qolish uchun xolis foydalansa, yana kimdir bu yerdan ko'proq manfaatdor bo'lish uchun foydalanadi. Agar siz yaxshiroq komfortda yashayman desangiz, ko'proq pullar topish sizni orzuyingiz bo'ladigan bo'lsa, siz davlatning xodimi, davlat ishchisi bo'lishingiz kerak emas. Siz davlat beradigan maoshni bilasiz, siz davlatda xalqqa xizmat uchun kelyapsiz, fidoyi ekanligingizni ko'rsatyapsizmi? Demak, bu narsalarni qayta ko'rib chiqish kerak. Bu narsalarni tushunishga harakat qilish kerak. Ya'ni davlatni ayblar ekanmiz, davlatda ishlaydigan xodimlar, hattoki prezident ham, hokim ham, sudda ham barcha odam vaqtinchalik kelib ketadigan insonlar, davlat emas. Bu insonlarni tushunishimiz kerak. Saylovlar, ommaviy axborot vositalari va ekrandagi ma'lumotlarni o'qishangiz bu narsalarni tushunasiz deb o'ylayman. Xalqning siyosatdagi o'rni bo'lishi kerak. Sizning ahamiyat bermasligingiz, sizni e'tibor bermasligingiz esa bunday davlatning to'g'ri ishlamasligiga olib kelishi mumkin. Sog' salomat bo'ling.